السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبائي. نبدأ الدرس الجديد بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli o'quvchilar, yangi darsimizni boshlaymiz. Demak, o'tgan darsimizda qamariy va shamsiy harflar bilan tanishdik. Va bugun mana shu darsimizga oid matnni tarjimasini o'rganamiz inshaalloh. Demak, matnni o'qishdan avval yangi so'zlar bilan tanishib olamiz. Tiflun uzbekiyun. Tiflun uzbekiyun. Mana bu yerda yoni nuqtasi tushib qolgan. Uzbekiyun deb o'qiymiz. Demak, o'zbek bolasi. Vatani, vatanim. Bu yerda ham yoni nuqtasi tushib qolgan. Hadiqatun, bog' degani. Jibalun, tog'lar. Anharun, daryolar. Asimatun, poytaxt. Uhibbu, yaxshi ko'raman. Baldatun, shahar. Abniyatun, binolar. Shavari'u, ko'chalar bo'ladi. Demak, matn mavzusi O'zbekiston degani, ya'ni matnni o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana tiflun uzbekiyun. Bu yerda nuqta bo'lishi kerak. Demak, ma'nosi ana men degani, men o'zbek bolasiman. Men o'zbek bolasiman. Vatani Uzbekistan. Vatani, shunday o'qiymiz. Meni vatanim O'zbekiston. Fiha hadiqatun va jibalun va anharun. Fiha, unda bog', jibalun, tog'lar, va anharun, daryolar bor deb tarjima qilamiz. Toshqondu asimatu vatani O'zbekiston. Toshqondu Toshkent degani. Toshkent vatanim O'zbekistonni poytaxti. Toshqondu baldatun jamilatun. Toshqondu baldatun jamilatun. Toshkent chiroyli shahar deymiz. Avval chiroylini aytamiz, chunki bu sifat. Arab tilida sifat sifatlanuvchi so'zdan keyin keladi. Bu yerda sifatlanuvchi so'z baldatun. Fiha abniyatun kabiratun va shavari'u wasi'atun bo'lishi kerak. Bu yerda wasi'un bo'lib qolgan. Aslida wasi'atun bo'lishi kerak. Nega? Chunki shavari'u g'ayri oqil, ya'ni ko'chani ko'pligi. Bunday so'zga sifatni muannasini ishlatamiz. Inshaalloh keyingi darslarimizda bu haqida ham batafsil gaplashamiz. Tarjima. Fiha, unda, mana bu yerda ham fihani unda bor deb tarjima qildik. Demak, unda abniyatun kabiratun, katta binolar va keng ko'chalar bor. Wasi'atun degani keng degani. Ana uhibbu O'zbekiston. Men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Demak, matn tarjimasi va bugungi darsimiz mana shundan iborat. Salomat bo'linglar. Inshaalloh foyda olasizlar degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Ma'assalam, ila liqo.